Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men bugun sizlarga mana Dixit degan o'yinning qaytasini tushuntirmoqchi. Mendagi bu qutda Dixit Disney bilan hamkorlashgan nashri bo'ladi. Night chiroyli. Bu o'yinni amaliyotda topqili bo'lgan, eng setilgan bir Night qaytasi oson, lekin qiziqarli bir o'yin. Bu o'yinni boshlashdan burun angladi bilan buni tizish kerak. Bu qoida qo'llanmasi ko'ra qilamiz. Angladi bilan masalan biz hozir 4 o'yinchi bor deb o'ylaylik. Har bir o'yinchiga birdan bir yog'och parcha beramiz. Shuni o'yinchiga vakil qildi. Undan keyin o'zining rangidagi nomer belgiligini taqdimiz. Hozir qolganchilar olayapti. 4 ni. Ondan keyin bir dasta karta var. Şu kartdan alırız. Kalan narsani yan qo'yib qo'ysak bo'ldi. O'yin boshlashdan burun oldi bilan taxtini o'tirib tizimiz. Undan keyin har bir o'yinchining bu vakilini shu o'yin boshlashdan burun qilma hisobdan 0 birdan burun qilma o'yinga tizib qo'ysak bo'ldi. Bunda yotqizib qo'yay. Undan keyin nomer tarqatishlarni beramiz. O'tini. Undan keyin har bir o'yinchiga 6 ta kart taqdimiz. Mesela bir de altta deb turdim shunda. Qolgan kartini ham yana qo'yib qo'yamiz. Bu o'yinni o'ynash qoidasini oson. Har bir navbat kelgan o'yinchi hikoya so'zlaguchi bo'ldi. Shu qo'ldagi kartadan birini yechib öz onun hikayede mi sözleydi? Muş kartdaki ma'lum bir elementlarga yoki rang mushunday chizilgan ko'rinishlarga yoki ranglarga o'zi ixtiyori bo'yicha bir hikoya so'zlaydi. Undan keyin qolgan o'yinchilarmi shu hikoyaga asosan o'zining kartasidan birini qo'ydi, maydonga qo'ydi. Eng oxirida undan keyin hammasi shu hikoya so'zligichining qaysi kartdan tushganligini qiyos qildi. Agar to'g'ri qiyos qila olsa, nomerga erishadi, qiyos qilamiz, nomerga erishamaydi. En ahire oyunda kim en aldı bilen 30 numaraya erişse şu otup çıkan oldu. Bunu misal yapıp değil en aldı bilen. Mesela bu minon ötüm değil. Ben hikaye sözleydiğin nöbet. Onun için ben müş kartlarımın içinden mesela ma kartını taldım değil. Bu kartını talap onun için ben bir hikaye hem de hikaye diyelim resmi bir hikaye okumayısınız bunun da çünkü bek vakit uzun gidiyor. Oyunun qaydası boyunca hikaye oxusanız bo'ldi, naqsh etsangiz bo'ldi, usul o'ynasangiz bo'ldi yoki bir so'z bilan ifodalasangiz bo'ldi. Hamda men vaqtni tejash uchun hamda bir so'zni hammalarga o'xtatmoqchi. Hamda buni qarab chiqsam, buningda oltin, yoqutlar bor, yog'och bor, olma bor. Shu hamda masalan, o'sha olmani boshqalar topsin deb o'ylayman-da. Hamda bu olmani men bevosita desam bo'lmaydi. Çünkü bu qoidaga xiloflik qildi, uning ustiga boshqalarni ayt osonla tepib oldi. Agarda hamma odam sizning kartangizni tepib olsa, sizning qaysi kartani ishlatganingizni tepib olsa, siz nomerga erishamaysiz. Shunga bu sal tasirrak bo'lish kerak. Tanlagan so'zingiz undaq boshqalar oson topolmaydigan bo'lish kerak. Lekin bek tasavvuf kelsa bo'lmaydi. Chunki bek tasavvuf ketib, hech kim topolmasa, uni ham nomerga erishamaysiz. Shunga masalan men buni deb olmaganda qizil rang oldu. Bu bir xil meva. Unda olganda men mesela meva desem bunu bek iniq olib ketadi. Unda olsa men buni bir qizil deb hisoblayman. Shunga men buning bu kartaga ishlatgan so'zimni hamda qizil deb shuni uqtirayman da boshqalar. Shunga men o'zim tanlab bo'lgandan keyin buni dumkim turib, misha qo'yib, undan keyin bu maydondagi hikoya shu qizil deyman, boshqalar uqtirma. Undan keyin miyaqdagi o'yinchimi undan keyin o'tirib bu kartlarning uchun qizilga munosabatli bir narsa izlaydi. Masalan, buningga ham hech qanday qizil degidek yo'q ham, masalan qizilga qarab. Masalan, ma'u kartani bitaylik. Bundan keyin ma'u itning yemakchi bo'lgan go'shi qizil rang. Shunga buni undan keyin hech kim ko'rsatmay turib, dumkib turib, menimi qizil deb birini qo'ydi. Hamda ma'yaqdagi o'yinchimi bunun içinden tanlab mesela mananım qizilcha qaraqqa bu şuna bunimi menimi qizil deb qo'ydim. Ana oxiri bu yoqdagi o'yinga kelganda buning qizilga munosabatli tuzuk narsa yo'q-ki. Bir kartni xato kontakt qo'yibman, shuni buni to'liqlab qo'yay.
Şoň hemde bumu endi ma bekerek hemde kızılga yakın kelmesimi hemde. Amal yok. Zade kolunuzda bu siz kızılga münasebetlik näse tapamysanız anda halagança bunu koýsizda. Şoň bu ma kızıl deydi. Kızıl dep bunu koydy. Şoňa kança oýnagy bolsa bu ýer şunça karty boldy. Ondan keyin biz muşu kartlarni, muşu hikaye sözlügiçi mesela ben bularni özemi kömey turup, hiç kim gözetmey turup bir iyileştirme. İyileştirip ondan keyin buni numara boýunça ondan keyin açymyz. Mesela birinci numaryny miýa koýmaz. İkinci numaryny miýa koýmaz. Üçüncü numaryny miýa patmay kaldy, şoňa miýa koýmaz. Dördüncü numaryny miýa koýmaz. Koygandan keyin hemmemiz muşu men abay işletken kartını, men hikaye sözlegen aş kartını tapamız. Mesela men elbette bilmende men mavi kartını işletken şoňa ikinci numar deymen. Men bunu ýaga tutsam bolmaýdy. Başgalarmy ondan keyin garaýdy hamda mesela ma oýnagyçy hamda özüňizdiň kartysyny tanlasaňyz bolmaýdy çünki özüňiz bilesiz gaýsy kartdan düşkeniňizni. Hamda ma oýnagyçy mesela amanaly kızılcı garakka mesela men bunu tanlaýdy. Mesela bir dep tanlap bunu. Şunu koydu. Yeni birisi 2 dep tanlap many kıyas kıldı. Bunu koydu. Ondan keyin ahirki oýnagyçy mesela many dep öýleýli. Bu 3-nji numar. Şoňa bu 3 dep bunu kıyas kıldı. Şunu hemmemiz talap bolganky numarlarny hemmemiz taňla açymyz bu. Kolumyzdagi tanlagan şu numarlarny. Eň aldy bilen men özüm elan kılmay. Dogry jogapny gaýsylygyny. Şoňa men 2 taldım. Dogry jogap mawo. Mawo serik oýnagyçy. Bu men bilen okşaş taldy. Bu dogry tapdy. Bu mişkin tapdy. Mawo yeşil oýnagyçy bu 3-nji tanlapdy. Bu elbette dogry tapamady. Mawo kysgaç oýnagyçy birinji numaryny tanlapdy. Bunukin bu hata digili bolmaýdy. Bu oýunnyň numary hesaplaşyny hemde men sizlerge düşündirip ötey. Oyun taxtasydymy bunun da şuna yaxşı ifadelep bergen muşu numara hesaplashning qoidasi. Mavi hikoya so'zligichi ma qatnashuvchini bilardi. Masalan, men hozir hikoya so'zligichi. Agarda hammadan to'g'ri tepib olgan bo'lsa, mening mush kartamni, abayman tanlagan kartani. Hammasi to'g'ri tepib olgan bo'lsa, men numaraga erishmayman. Lekin qatnashuvchilarning hammasi 2 numaradan erishadi. Har birisi 2 numaraga erishadi. Agarda bir qismi to'g'ri tepib, bir qismi topolmagan bo'lsa, masalan, hozirgi ahvol bo'yicha, hozir men seriq o'ynagichi topoldi, qolganlar topolmadi. Unda bo'lgan vaqtida men 3 numaraga erishiman. Agarda mesela abi ko'rsatib o'tman, men 3 numaraga erishiman. Agarda hech kim topolmagan bo'lsa, men bektash chiqarib o'tgan bo'lsam, u vaqtida men hech qanday numaraga erishmayman. Bu hikoya so'zligichining numara hisoblash qoidasi. Qatnashuvchilarning numara hisoblash qoidasi. Agarda abi men deganga o'xshash hikoya so'zligichining kartasini hammadan tepib olgan bo'lsa, to'g'ri topgan bo'lsa, hikoya so'zligich numaraga erishmaydi, lekin har bir qatnashuvchi 2 numaradan erishadi. Agarda bir qismi to'g'ri tepib, bir qismi to'g'ri topolmagan bo'lsa, to'g'ri topa olganlar hikoya so'zligichiga o'xshash 3 numaraga erishadi, topolmaganlar numaraga erishmaydi. Agarda hammasi xato topgan bo'lsa yoki u kartani topolmagan bo'lsa, u vaqtida hikoya so'zligich numaraga erishmaydi, lekin har bir qatnashuvchi 2 numaraga erishadi. Bundan boshqa masalan hozir to'g'ri javob mavi, lekin bir o'ynaguchi mavi birinchi nomerlik abayq miyaq turgan birinchi nomerlik kartini tanladi. Bu kart to'g'ri emas. Mening abayq hikoya so'zlagan kartam emas, lekin bu kartni boshqa tanlagan uchun har bir tanlagan o'ynaguchi bu kartga bir nomer olib keladi. Shunga mendan boshqa men masalan 3 numaraga erishgan bo'lmayman, chunki to'g'ri topganlar bor, xato topganlar bor. Shu o'yinning qoidasi bo'yicha men 3 numaraga erishiman. Mavi seriq o'ynaguchimi 3 numaraga erishadi. Undan boshqa abay ma kartini qo'ygan o'ynaguchimi 1 numaraga erishadi. O'xshashlar mavi 3-numaralik kartini tushgan o'ynaguchimi buni chunki bir o'ynaguch tanladi. Ma yeşil o'ynaguchi ma kartini tanladi. Shunga mush kartini tushgan o'ynaguchimi 1 numaraga erishadi. Lekin siz herkes o'zingizning tushgan kartasini tanlasangiz bo'lmaydi. Bu o'yinning qoidasi shunday. Agarda o'zingiz tushgan kartaga o'zingiz qo'yib qilsangiz, bu chidamaslik bo'ldi. Oyun mushtaraqi davomlashib kim eng oldi bilan 30 numaraga erishgan bo'lsa, shu tutadi. Ondan keyin yana bir unutilib qolgan ya, har bir navbatda, chunki biz hammamiz bir karta tushimiz emasmi? Shu qo'limizda masalan 6 karta bor deb, birini tushib aytgandan keyin 5 karta qoldi. Shunga har bir navbatda har bir o'yinchiga birdan karta to'liqlab tarqatildi. Qo'lingizga karta har bir navbat boshlagan vaqtda cho'qim 6 bo'lish kerak. Mana bu o'yinning butun qoidasi nihoyatda oson. Hamda agarda
bu o'yinni texmi qizitaman desangiz uzun hikoyalarni to'qib degandek naqshlarni aytib usullarni o'ynab ish qilib bir shu kartangizga munosabatli bir mazmunni ifodalab chiqsangiz bo'ldi. Mening tavsiyalarim bu xil ifodalagan vaqtingizda pek oson ifodalayotmang, chunki o'yinning qoidasi bo'yicha agarda hammalardan tepib olsangiz numaraga erishmaysiz, oqib qolasiz degan gap. Ham pek tasm ifodalayotmang. U she'rlarni yozib, masalalarni yozib, u vaqtni oldigan yoki hech kim tushunmaydigan bir narsa qilsangiz o'xshashlar numaraga erishmaysiz. Shunga o'zingiz loyiq bir mazmunni tepib, ham o'zingiz numaraga erisha oladigan, ham boshqalarni numaraga erishtira oladigan bir xil holatni gap chiqsangiz mumkin. Yaxshi tirkishib, oxiri utib chiqishga tirishsangiz bo'ldi. Rahmat, amsa biz kelagi videolarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.